hozir klientimizdan olib keldik. 29500 ekan. To'la 2000 TL berdi. Mayli, qaytanga sdachiga yaxshi bo'ladi 2000 TL. Xo'p, keyingi zakazga yopamiz. Soatimiz 4dan 5 minut o'tdi. Endi 4 ta zakaz qildik. 4 ta zakaz 138.431 bir so'm deysiz. Yana zakaz tushdi, bez koeffitsient. Mayli, komfortdan olamiz. Xo'p, orqaga qaytib turib, bu yoqdan olib ketish kerak. Passajir сразу оплатani kartaga o'tkazdi. Nimadir bor-da, bor. Passajir уже выхожу deb yozdi, endi kutamiz. Пока hozircha hech kim yo'q. Hozir mana 23 mingga olib keldik bu zakazimizni, zavershit qilamiz. Keyingi zakazga start beramiz. Xo'p, yana bitta zakaz tushdi. 3500 so'm bilan tushibdi. Lekin uzoqda eganda, mayli olamiz, qabul qilamiz. Hozirgi zakazimizni olib keldik, 20 ming so'mga olib keldik. Keyingi zakaz olindi adashmasam, agar отказ bo'lmagan bo'lsa, boramiz. Yo'q, отказ qilmagan ekan, u liniyadan chiqib qo'ymagan ekan, men esimdan chiqib qopti-da, o'shanga hozir. Отказ qilmagan bo'lsa, boraman deb turdim, отказ qilmagan ekan. Hozir boramiz deb, u klientni olib turib, dalishi ketamiz yana. Anaqa mahallalarning ichida yuribman. Hozirgi zakazimiz boradigan masofamiz 16 kilometr 26 minutda borilar ekan. Ko'ramiz, summasi qancha chiqarmagan. Hozirgi klientimni olib keldim deb faqat tezroq haydaydi dedi-da. Endi qonun qoida bo'yicha haydayman, svetoforlarga, qizillarga tushmaslikka harakat qilib bo'l. Nima deydi? Orientirini olib haydayman dedim-da, olib kelyapman. Qarasam manzil boshqa joyga qo'yilganda. 1 kilometrmi